Shunchalik sizga yoqmay qo'ygan ekanman. Akangiz bilan ham maslahatlashsangiz bo'lardi. Akam menga xo'jayin emas. O'sha suyuq oyog'ingni oldiga ketyapsanmi? Uni suyuq oyoq demang. Xotini bor erkakga yopishgan ayol suyuq oyoq bo'lmay nima? Quyuq oyoq bo'ladimi? Men uni yaxshi ko'raman. Ha, nimasini? Maminizni ahvolini qarang. Sen ham gapir. Ishdan kelsa mana shunaqa eski tuskilarda kutib oladi. Ustidan har xil yog' hidan qiydimey. Suyug'ing qanaqa kutib oladi? Suyug'ing demang. Suyug'ing qanaqa kutib oladi deyapman senga. Chiroyli ko'nelada bo'yanib kutib oladi. Ustidan har xil yog' hidi anqimaydi. Doim atir hidi keladi. Farzandlari bormi? Yo'q. Qaynana qaynatasichi? Yo'q. Sani xotiningda esa bor. Uylarni tozalamasligi uchun xizmatkor, bola qarashga enaga, ovqat qilmasligi uchun oshpaz olib kelib qo'yishga aqling yetadimi? Yo'q. Aqling yetmas ekan, xotiningni boricha qabul qilgin. Vaqti yetsa albatta o'ziga qarab, sani boshqacha kutib oladi. Ovqat qildingizmi, kelin? Endi Shart emas. Biz ukam bilan o'zimiz bugun ovqat qilamiz-a. Siz buni xonangizga kirib ochsangiz tushunasiz. Kelingiz berib yubordilar. Bora qoling. Ha, qanchadan beri yashirding u bilan? Haligi Senga savol berdim. Qanchadan beri yashaysan u bilan? hali yashamadim. Ertaga nikohdan o'tmoqchiman. Shunisiga ham rahmat. Sal qolsa zinokor akasi bo'lardim. Aka, ikkinchi xotin masalasida hatto payg'ambarimizni ham O'char. O'zingni payg'ambarimiz bilan tenglashtirmagin. adasi, Aşktan korkarak atsa da güçlü yüreğim var. Hayatı sevmeye dair inceliklerim var. Kim bilir belki de Qirollardek yashamoqchi bo'lsang, unga malikalardek munosabatda bo'l. uni hech kimga almashmayman. aşk beni bir kerecik Qattandir o'sha tomonlardan baribir yoqidi kelyapti-da. aka. tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.